Assalomu alaykum aziz va qadrli obunachilar va yurtdoshlar. Mana bugun Xudo xolasa inshaalloh sizlarga original dizelli va benzinli motobloklarimizni chiroyli obzorini qilib o'tamiz. Manzilimizni bir bor tanishtirib o'tamiz. Manzilimiz Toshkent shahri Ark-Quloq bozorida joylashgan. Erkin postga yetmay M39 katta trassani bo'yida joylashgan bozorimiz hisoblanadi. Kelasiz Ark-Quloq bozorida temir balonlar, motobloklar xohlagan turidan katta, kichkina va mayda xohlagan turda instrumentlar Optim bazasidan kelib cheklanmagan miqdorda xarid qilishingiz mumkin. Optim bazada necha puldan bo'lib ketdi motobloklaringiz degan joylarida eng arzon narxlar 2 million 900 ming so'm, 2 million so'm har xil turidan mavjud. Motobloklarda Optim bazasida xohlaganini turib, benzin bilan moy olib kelsangiz, ishlatib tekshirib, joyiga tekshirib beriladi. Like, podpiskani bosib qo'yishni unutmang. Xalqim kelgan vaqtingiz eng arzon narxlarda, chiroyli narxda qilib beriladi. Endi benzinini eng arzon turi 2 million 900 ming so'mdan chiqibdi. Eng qimmat turi ataga 3 million 600 ming so'mdan. Bozorlarda mana mashinada dashchiksiz benzinli nimalar, motobloklar, oddiygina motobloklar 3,5 million so'm 3600 sotilyapti. Bizlarga original o'yib yozilgan original 5 litrlik baklari bor motobloklar 3 million 600 ming so'm tarqatib yuborilyapti xalqim. Kelaverasizlar. 70, 50, 90 ga xizmat qilib beradi. Frezerlari bo'linadigan frezerlar hisoblanadi. Pachimli balonga e'tibor bergan joy, pachimli balon original mollar hisoblanadi. Blogga qo'yib yozilgan original mollardan xarid qilmoqchi bo'lsangiz, Toshkent shahri Ark-Quloq bozoriga kelib xarid qilaverasizlar. Orqalarga e'tibor berasizlar. Temir bilan jihozlangan bo'lsa, original motoblok hisoblanadi. Nima uchun? Kelasiz mana temir bilan hisoblangan. Xohlasangiz mana buni temir bilan. Xohlasangiz hammasi mana temir bilan hisoblangan. Arzonlarni ham o'tamiz. Hozir arzonlari ham bor. Arzonlari arzonroqlari 2 million 900 ming edi. Uni orqasi faqat plastmassa bo'ladi. Endi hozir sizlarga arzonni ham qarab o'tamiz. Hozir sizlarga dizellarni tanishtirib beraylik, keyin yana arzonlarni tanishtirib o'tamiz. Dizelliklarimiz ataga 5 million so'mdan tarqatilyapti. Kelib xarid qilishingiz mumkin. 5 million 200 mingdan 70, 50, 90 agatlarcha xizmat qilib beradi. Ochar, puluk narsalarni tortib beraveradi. Temir balonlari mavjud. Komplekt asosida temir balon qo'shilmaydi, alohida sotiladi. Temir balonlarga keladigan bo'lsak, liboy joylarda 750 mingga sotilgan temir balon 600 ming so'mdan kelib xarid qilishingiz mumkin. Optim bazadan. Chizillarimizga keladigan bo'lsak, liboy bozorlarda borasiz, chizillar 700 ming, 800 ming so'm sotiladi. Bu chizillarni ataga 500 ming so'm olishingiz mumkin. Pullar 200-150 ming so'mdan ochar pochalar tarqatib yuborilyapti. Endi ko'radigan bo'lsangiz, original 7 ot kuchlilarimiz mana shular 5 million 200, 5 million so'm har xil narxlardan bor. Farali, farasiz tarqatib yuboriladi. Narxlariga kelib xarid qilishingiz mumkin. 7 ga 9larimiz 4 million 4 million 200 bepul bo'lib kelaverasizlar. Xudo xolasa inshaalloh mana sizlarga eng arzon aytganda 2 million 900 minglik chiroyli nimasini qilamiz. Ana zapchastlarimiz ham yetib kelgan. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Zapchastlar xohlagan turidan va yana bitta bitta zo'r yangilik. Nimani oling? Mana trilon yangi zapchastimiz ham yetib kelgan. Bu Salarishni motobloklarga yangi zapchastimiz ham yetib kelgan. Uni ko'rmoqchi bo'lsalaringiz, avval yo'q edi O'zbekistonga kirib keldi. Mana arzoni bemalol ko'rishingiz mumkin. Arzon motoblogini olaman desangiz 2 million 900, 3 million so'mga olasiz. Mana orqasi plastmassa bo'ladi. Orqasi arzon olishingiz mumkin. Endi mana nima narsa deganlar uchun bu 7 ot kuchlik, 9 ot kuchlik, 15 ot kuchlik Salarishnilarga bilsalaringiz tirratib ishlatib beriladigan mahsulot hisoblanadi. Buni ruchkasi bo'ladi. Ruchkasini oling. Mana ruchkasi o'rnatiladi. Mana shu ruchkasini qirilaverasiz. O'zi mana bitta aylantirgandan keyin o'zi tir ochib yuborish mumkin. Bu o'taltirish uchun. Chunki Salarishlarni ko'pchilik qiynalishadi. Mana o'zi liboy kishiga e'tibor bersangiz, Xitoydan nimadan reklamaga chiqqan, ana shu narsa yetib keldi. Buning narxi 550 ming so'mdan chiqyapti. Lekin juda baquvvat ishlangan. Karburatorlarda aksiyonligi bor, original karburatorlar va mashinli datchik hamma narsalar yetib kelgan. Bemalol kelib xarid qilishingiz mumkin. Manzilimiz Toshkent shahri Ark-Quloq bozoriga joylashgan. Like, podpiskani bosib qo'yishni unutmang. Jonlaring sog' bo'lsin.